Ukam asanga o'tkazib baratganman. Men bilan so'laman deganmidim, endi so'lama endi. Apa bo'lmaysan. Chunki narxlarni o'zgartirib yuboribsan. Tushuntirib ber, nima uchun narxini ko'taribsan? Narxini ham aka, xudo xohlasa hamma bo'lib qo'yamiz. Qo'y go'shtimiz 20 ming so'm, dollar shashligimiz 20 ming, o'ramamiz 18 ming, yog' to'ramchimiz ham 18 ming, mol go'sht kavkazimiz ham 18 ming, jigar, qanot filayimiz har doimgidek 10 ming so'mdan, xudo xohlasa. Hop, xudo xohlasa, okalar, mazasi umuman gap yo'q. O'tkazib ko'pchilik bizdan negativ aka-ukalarimiz shashlikni go'shti qanaqa ishonsizmi yo ishonchlikmi bilmaymiz degan fikr bildirishdi. Nima deysiz? Aka, xudo xohlasa o'zimiz mesni, o'zimiz so'yamiz, xudo xohlasa. Okalar, kelinglar o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Kerak bo'lsa ustida so'yib ko'rsatib beradilar. Yoki bo'lmasa, shu joyda ham o'z yirib qo'yilgan go'shtlarimiz, yangi so'yilgan mollarimizni go'shtlarga chilib qo'yilgan holatda turibdi. Undan tashqari bizda shashlikdan tashqari aksiyaga endi biz uchun Uyg'urlar moli eng zo'r ishiga kelgan. Hop, qo'rmalarma, Uyg'urlarma, go'shtlar, boshqa hammasini bir chekkadan tanishtirib o'tamiz. Yangicha Uyg'ur lag'monlarimiz hamda qovurma lag'mon, go'sht, say, boshqa hamma turlari oshpazimiz tanishtirib o'radilar. Eng asosiysi Malijan akamiz hamma ovqatlarni nazoratda ushlab turganlar. Akalar, eng asosiysi halollik, oshxonada toza pokizalik. Bu joyda okalarimiz juda ham e'tibor bilan ovqatlarimizni pishirib, chiroyli tayyorlab berishdi. Okamiz tanishtirib oladi. Ukalarga malla 25 ming aziz подписчикlarimiz. Uyg'urcha jizlovka, achchig'i shirini 35 ming, go'sht soy 35 dan aka. Tovuq soy 30 ming so'mdan, tovuqli jizlar 30 ming so'mdan kelishaveradi aka. Okalar, bemalol kelib maza qilib, dam olib o'zinglar uchun ovqatni eng yaxshisi sarasini tanovul qilib ketishinglarni tavsiya qilib o'tamiz. Bundan tashqari okalar, hop, somsalarimiz bol go'shtda bo'lgan. Somsamiz eng kamida 10 ming so'mdan ko'chada yo'q. Sizlar uchun 8 mingga tushirib qo'yishdi. Hamda qo'y go'shti bo'lgan somsamiz 15 minglik somsani katta-katta. Atiga 10 ming so'mga tushirib qo'yishdi. Oshga umuman til tekkizib bo'lmay dahshat. Oshlarni devzadan maza qilib yeydigan aka-ukalarimiz bo'lsa tavsiya qilamiz. Kelib o'zimiz ham yig'ilishimiz shu joyda o'tkazib turamiz. Sharoitlarga umuman gap yo'q. Okalar, kabinalar, umumiy zal, kabinalarimiz ham okalarimiz aksiya qilib tekinga kirib o'tirishlikka abit payti kelaversin deb aytishdi. Akalar, BY lokatsiyasi Namangan shahar, Qizilko'prik, 59-maktabda o'chimizda o'ng qo'lda Firdavs oshxonamiz. Akalar, maksimalniy kommentariyada negativ bo'lib yurgan aka-ukalarimiz uchun ham maxsus go'shtlarning yangiligini ataylar o'zimiz kelib ko'rib sizlar uchun ko'rsatib yana boshqa reklama qilib beribmiz. Akalar, xudo xolasa, ovqatlarimizning mazasi birinchi o'rinda hamda sifati halolligi. Juda ham pokiza holatda ishlashadi. Kelib issiqni sharoitlarda dam olib, oilaviy kelib maza qilib o'tirishliginglar uchun buyurtma uchun ham telefon raqamlarini video ostida qoldirib ketamiz. Xo'p, oshxonamizni kanalni ham atmetka qilib o'tkazamiz. Akalar, o'tib podpisatsiya bo'lsa, xudo xolasa maksimalni qo'llab yuborasizlar degan umidimiz bor. O'g'alar.